Aynan mana shunday tashkil yasalgan. 200 litr deb hisoblanadi. 220 litrga 240 litr ketadi. Bochkalarga suv. Mana shu bochkalarga barglar orqali dori sepish ishlari olib boriladi. Barglar orqali ham kasalliklarga, listdagi kasalliklarga, tanasidagi ham ozuqaviy dori ham sepiladi qo'shimcha. Asosan bir safar pitaniya sepiladi, bir safar kasallikka qarshi sepiladi. Agar kasallik ko'payib ketsa, tabiiy holat ko'payishi, chunki katta teplisa bu yerda orasi yaqin qilib ekilgan 40 sm taxminiy hisobda, ayrimlari sal yaqinroq bo'lishi mumkin. 40 sm bo'lgan taqdirda ham bu yerda juda katta miqdorda ko'chat o'tib ketadi. Maydonga nisbatan kasallik tabiiy ravishda kelib chiqadi, imkoni yo'q kasalsiz parvarishlashni. O'shaning uchun ko'proq dori bilan ushlab turadi ko'chatlarni. To'rt kunda bir marta sepiladi bitta teplisaga dori. Har 4 kunda bir marta dori yeydi. Har bitta teplisa. 8 kunda 2 marta dori sepiladi. O'rtada bir kun perikur bo'ladi degan. Yana xuddi shu rejim takrorlanaveradi. O'zbekiston sharoitidan kelib chiqadigan bo'lsak, gazsiz hududlar ko'mir bilan isish rejimi qanday bo'ladi buni bilmayman. Lekin bu faqat gazda ishlaydigan teplisa. Gaz ko'p miqdorda ketadi bu yerda. Teplisa katta, juda katta gaz kerak bo'lyapti. Menimcha kichikroq, sal pastroq qurgan yaxshiroq. Bu почти holding hisobidek katta bo'lgani uchun bularga xarajatlari bilinmaydi. Masalan, teplisani balandligi sal balandroq bu yerda. Havo aylanishi yaxshiroq bo'ladi-yu. Lekin isitish muammosiga, isitish xarajatlariga yaxshigina mablag' kerak bo'ladi. Bu yerlarimiz e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'chat kaltaroq. Pomidor ko'chati asosan yozda ekilmaydi. Yanvarda ekiladi bu yerda. Yanvarda ekilganda qishda sal salqinroq bo'ladi. Tabiiyki gaz bosimi sal pastroq bo'lganligi uchun ayrim hollarda salqin bo'lib qoladi. Mana shu katta teplisaning o'rta qismi bor, sal salqinroq bo'lib qoladi. O'shaning hisobiga sal sekinroq rivojlanadi. Kunlar isib ketgandan keyin bu ham yetishib oladi. Bo'yi. Pomidorlar qizaribdi. Keyin yana bitta muhim jihat, bu barg, bu pomidorda tagidan bitta barg qoldiramiz. O'zi boshlagandan keyin bir dona barg qoladi. Bu oziqlanish uchun bir dona barg qoladi. Qolgan qismini olamiz. Bunga ko'proq kuch beradi. Bargni o'zi shunchaki suv ichib yotmaydi. Lekin yoz oylarida pastdan tepaga qarab pishadi. Pomidor yoz oylarida bargni tepalardan olib tashlash tavsiya etilmaydi. Sababi quyosh kuchlilik qilib yaxshi pishmay qoladi. Birdaniga pishaveradi, qizarib, shunaqa sifatli yaxshi pishmaydi. Sarg'aytirib kun urib qo'yadi-ku, o'shanaqa bo'lib pishib qoladi.